So'nggi yillarda O'zbekiston avtomobil bozorida tarixiy o'zgarishlar ro'y berdi. Ushbu soha jadal rivojlanmoqda, yangi brendlar va yangi modellar paydo bo'lmoqda. O'zbekiston avtomobilsozligida yana bir katta yangilik. Xalqaro Mansur Avtomotiv Group Holdingi va Asaka Motors kompaniyasi Asman Avto qo'shma korxonasini tashkil etish haqida e'lon qildi. Tomonlar yaqin 5 yil ichida ushbu yangi korxonaga 120 million AQSh dollari kiritishni rejalashtirgan. E'tiborlisi, Asman Avtoning mahsulotlari turli narx segmentlarida xaridorlarning ehtiyojlarini qondiruvchi xalqaro brendlarni o'z ichiga oladi. Muxbirimiz Murodjon Ahadov mavzuni davom ettiradi. Avtomobil sanoatida ba'zan shunday bitimlar bo'ladiki, ular shunchaki oddiy hamkorlik emas, balki butun bozorning kelajak yo'nalishini belgilab beradi. 28-aprel kuni e'lon qilingan Asman Avto qo'shma korxonasi aynan shunday loyihalardan biri sifatida taqdim qilindi. Al Mansur bilan Asaka Motors kompaniyasini qo'shma korxonasi qilib, yangi avtomobillar ishlab chiqarishga erishdik. Bugungi kunda Asaka Motors avtomobillarini MG kompaniya avtomobilini ishlab chiqarishni boshlagan. Asman Avto Al Mansur va Asaka Motorsni o'rtasida turuvchi qo'shma korxona bo'lyapti. Kechagi taqdimot esa aynan shu tizimning eng ko'zga ko'ringan qismi yangi avtomobillar bilan boshlandi. Xususan MG brendi ostida 3 ta model rasman namoyish etildi. Amaliy va tejamkor MG5 sedani, shahar hayoti uchun mos ixcham MG-ZC yo'l tanlamasi hamda yuqori segmentni ifodalovchi MG HS yo'l tanlamasi. Boshqa tomondan Wuling brendi orqali kundalik foydalanish va kichik biznes ehtiyojlariga mos avtomobillar ham taqdim etildi. Tadbirda Wuling bardosh miniveni va Wuling afzal yo'l tanlamasi namoyish qilindi. Markaziy Osiyo bozorlari ichida O'zbekiston eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biri hisoblanadi. Bizning ma'lumotlarga ko'ra, bu bozor qariyb 9% atrofida o'smoqda. Shu sababli biz Asman Avto sifatida O'zbekiston avtomobil bozorida juda muhim rol o'ynay olamiz deb hisoblaymiz. Asman Avto bu yangi nom, lekin u olib kirayotgan yondashuv mutlaqo yangi.